Xo'p, assalomu alaykum, hurmatli buxgalterlar, hurmatli bizning kuzatuvchilarimiz. Biz o'zimizni bepul 1S darsliklarimizni siz aziz buxgalterlarga taqdim etishda davom etamiz. Bugungi bizning darsligimiz 1S 803.3.0 dasturida xodimga oylik hisoblash va uni bank hamda kassadan qanday tarzda to'lash mumkin. Shuni birma-bir ko'rib chiqamiz. Xo'p, bunda gapni ko'paytirmaymiz. Darsni boshlaymiz. Xo'p. Hammamiz bilganimizdek, mana chap tomondagi menyudan zarplata и kadri degan joy ustiga bosamiz. Mana shu zarplata и kadrini bosganimizda bu yerda bizga mana tabel degan joy kerak bo'ladi. Bilamiz, xodim bir oyda to'liq ishlagan bo'lsa, misol oyligi 10 million, bir oyda to'liq ishladi. Albatta, xodim oyligi 10 million chiqadi. Agar qaysi sanada kelmagan ishga yoki javob so'ragan bo'lsa, kamroq ishlagan bo'lsa, uni biz mana shu tabel degan joydan belgilab ketishimiz mumkin. Va shunga mutanosib tarzda uni oyligi yo kam chiqadi yo ko'proq ishlagan bo'lsa, ko'proq chiqishi mumkin. Shuning uchun bu yerga tabelga kiramiz va bizga отдел kadr bergan tabelga asoslanib xodimni ish tabelini tuzib chiqamiz. Mana sozdat tugmasini bosamiz va bu yerda mana menyu ochiladi. Месяц degan joydan oylik hisoblamoqchi bo'lgan periodimizni tanlaymiz. Bizga 2025-yil fevral oyi kerak bo'ladi. Va bu yerdan tekushий месяц mana данные за degan joyga tekushий месяц qo'yadigan bo'lsak, mana bu joydagi sanalarni va mana bu sanani o'zi avtomatik to'ldirib beradi. Keyin qiladigan ishimiz заполнить tugmasini bosamiz. Заполнить tugmasini bosganimizda mana fevral oyi uchun necha ish kun borligi va u kunlarda xodim ishlaganini bizga ko'rsatib turibdi mana. Ko'rsatib turibdi. Agar xodim ko'proq ishlagan bo'lsa, mana soatni ko'paytirib qo'yamiz. 2 marta bossak ustiga buni o'zgartirish mumkin. Agar kamroq ishlagan bo'lsa yoki umuman ish kelmagan bo'lsa, buni o'chirib qo'yishimiz yoki soatini kamaytirishimiz mumkin. Xo'p. Tabel sozdat qo'yganimizdan keyin Провести и закрыть tugmasini bosamiz. Провести и закрыть tugmasini bosganimizdan keyin biz endi qiladigan ishimiz начисление, ya'ni xodimni ishlagan vaqtiga qarab turib, oylik начисленияni oylik hisoblashimiz kerak. Yana shu zarplata kadri bo'limiga kiramiz va bu yerdan sal pastga tushganimizda начисление зарплаты degan joy bor mana. Har doim o'zingiz uchun ko'p ishlatiladigan operatsiyalarga звездочка qo'yib qo'ysangiz, ish boshlayotganingizda topib olishingiz qiyin bo'lmaydi. Xo'p. Начисление зарплатаga kiramiz va mana sozdat tugmasini bosamiz bu yerda ham xuddi boyagidek. Sozdat tugmasini bosganimizda bizga kerakli oyni tanlab olamiz. 2025-yil fevral oyi. Bu yerda ham sanani o'zi avtomatik to'ldiradi. Va bu yerda ham xuddi shunday. Заполнить tugmasini bosganimizda bizani xodim ishlagan vaqtiga asoslanib oyligini avtomatik начисление qilib beradi. Bizani xodim oyligi 10 million edi. Xodim bir oyda to'liq ishlaganligi uchun 10 million oylik hisoblanyapti va undan 1 million 200 ming so'm NDFL, ya'ni jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i ushlab qo'yapti. Va bu yerda ijtimoiy soliq, bizning korxona rasxodi va daromad solig'ining ichidan olinadigan 10 ming so'm, mana 10 millionga asoslanib topilgan 10 ming so'm NPS, ya'ni Xalq banki to'lanadigan pul. Xo'p, начислениеga Провести и закрыть tugmasini bosamiz. Mana biz xodimimiz uchun tabel hisobladik va начисление qilib turib oyligini ishlagan vaqtiga qarab oylik hisoblab chiqdik. Endi qiladigan ishimiz xodimni hisoblangan oyligini to'lab berish hisoblanadi. Uning uchun nima qilamiz sizlar? Uni просто bank kassasiga kirib turib biz to'lab yubora olmaymiz. Hozir qiladigan ishimiz ведомость degan narsa, ya'ni asos kerak. Xodimning oyligini to'lab berish uchun bizga ведомость asos kerak bo'ladi. Ikki yo'l bilan to'lashimiz mumkin pulni. Yoki bank orqali yoki kassa orqali to'lashimiz mumkin. Hozir birinchisi bank ko'rib chiqamiz. Mana ведомость bank sozdat qilamiz. Mana shunda menyu ochiladi. ведомость bank bosganingizda bu yerdan mana plyusni bosib turib, на счет сотрудников degan joyni tanlaymiz. Tanlaganimizda bizga kerakli oyni tanlab olamiz. Месяц 2025-yil fevral oyi va bu yerga oylikka to'layotgan sanamizni yozib ketamiz. Tasavvur qilamiz 2025-yil fevral emas, martda 3-sanasida to'laymiz oyligini. Xo'p. Bitta заполнить qilganimizda по всем. Mana bizda boya oyligi 10 million edi xodimmi, uning ichidan 1 million 200 daromad solig'i ushlab qolgan hisobiga 8 million 800 to'lab berasan deb o'zi avtomatik chiqazib beryapti. Agar sizlarda bitta xodim emas, 100 ta xodim bo'ladigan bo'lsa, 100 ta xodimni qator pastga chiqazib beradi. Sozdat qo'yganimizdan keyin Провести и закрыть tugmasini bosamiz. Agar oyligini to'lamagan bo'lsanglar, operatsiya shunday qizarib turadi. Qizarganiga e'tibor bermaymiz.
ne оплачен, status оплаты, ne оплачен, ya'ni hali to'lanmadi deb turibdi. To'laganimizdan keyin bu qizargani ketadi. Xo'p, biz to'laveramiz reski uni. Bank VIPsga kirib turamiz bu yerda. Kirganimizdan keyin o'zi operatsiya bo'lmagan, ba'zi yangi sababi, sizlarda operatsiya bo'lib turibdi endi. 23.106 счетga pul o'tkazilgandan keyin uni oylikka chiqazaverasiz. Bitta hozir biz oylik primoy to'layveramiz. Pul yo'q bo'lsa ham sizlarga ko'rsatishimiz uchun. Xo'p, spitseniyani bosamiz. Spitseniyani bosganimizda bu yerda вид operatsiyaga kirib turib, показать всени bosganimizda bu yerda bizga kerak bo'ladigan operatsiya ichidan topib olamiz. Xo'p, перечисление заработной платы по ведомости degan operatsiya bor. Mana ko'rib turibsiz, o'shaning ustiga bosamiz. Xo'p, oylik to'layotgan sanamizni yozamiz. Ведомость sanasi bilan oylikka to'layotgan sanamiz bir xil bo'lishi kerak. Ahamiyat beramiz. Bizga martda 3-sanasiga to'laganligimiz uchun получатель kerak emas. Va mana bu yerda ведомость degan joyda boyiga sazat qilgan ведомостьni tanlab ketamiz. Xo'p. O'zi mana bu yerda qator ведомство chiqazib beradi agar ko'p bo'ladigan bo'lsa sizda. Hozir menda bitta bo'lgani uchun o'shani o'zi chiqib turibdi. Ustiga 2 marta bosaman va bu yerda summani ham o'zi chiqazib beryapti. Agar avans shaklida to'layotgan bo'lsangiz, bu yoqqa 42 o'n yozib ketasiz. Agar oylik bo'ladigan bo'lsa 67 o'n. Bizda hozir oylik 67 o'n. Зарплата за март. И вот, провести zakritni bosganimizda o'sha bizada xodimimizga oylik to'landi va boy aytganimdek, mana bu qizarib turgan operatsiya avtomatik qorayib qoldi va status оплачен bo'lib turibdi. Endi qiladigan ishimiz kassa orqali to'lash qanaqa bo'ladi? Xo'p. Yana o'sha зарплатаga kadriy bo'limiga kiramiz va bu yerdan ведомость в кассу degan joyi bor. Ichiga kiramiz. Bu ham xuddi bankka o'xshab sazat qilamiz ведомость. Xo'p. Biz birinchi mana ведомостьni o'chirib qo'yishimiz kerak. Bo'lmasa oylik hisobot bermaydi bizga. ведомостьni o'chirib qo'yamiz. ведомость o'chmaydi. Sababi bu yerda biz to'lab qo'yganligimiz uchun ведомость o'chira olmaymiz. Birinchi to'lagan operatsiyamizni o'chirib yuboramiz. Va bu yerdan ведомостьimizni o'chiramiz. Delete. Okay. Kassaga o'tamiz. To'lamoqchi bo'lgan periodimizni tanlaymiz. Fevral va xuddi boyagidek 2025-yilda misol mart oyiga to'laymiz. 3-sanasini belgilaymiz. Va bitta заполнить bosganimizda xuddi boyagidek xodimga hisoblangan oylikka chiqazib beryapti mana. Boyagidek провести закрыть tugmasini bosamiz. Xuddi mana boyagi operatsiya o'sha qizarib turibdi. Statusini не оплачен bo'lib turibdi. Endi buni biz kassadan to'lashimiz kerak. Albatta kassadan to'lash uchun birinchi kassaga pul kelgan bo'lishi kerak. Korxonangiz kassasiga. Hozir mana ba'zi yangi bo'lganlik hisobiga kassamda pul yo'q. Uni sizlarga ko'rsatib berish uchun to'layveraman. Mana minus выдачani bosamiz. Va bu yerdan вид operatsiya degan joyidan xuddi boyagidek выплата заработной платы по ведомости degan operatsiyani tanlab olamiz. Ustiga 2 marta bosganimizda bizga to'layotgan sanamiz kerak bo'ladi. 2025-yil mart oyining 3-sanasi to'laymiz. Va bu yerdan ведомость tanlayapti. ведомость ustiga bosganimizda mana boyagi sazat qilgan ведомостьni chiqazib beradi. Ustiga 2 marta bosamiz. Вот mana 8.867 o'n oylik hisoblanyapti. И провести закрыть. Bo'ldi, tamom. Bizada hop men оборотni ochib ko'rsatib beraman. Оборотni ochib ko'rsatib berganimda 25-yil годовой tanlab olamiz. Sformirovat bossam, вот mana ko'rsatyapti. Kassamda pul yo'qligi uchun kassam qizarib qoldi, to'g'ri. Menda 67 o'n mana 10 millionlik hisoblandi, krediti ko'paydi, 10 millionlik va to'landi va mana soliq bo'yicha qarzdorliklarim osilib qoldi. Bugungi darsligimiz albatta siz o'quvchilar uchun manfaatli bo'ldi deb o'ylaymiz. Yana qanaqadir qiziqtirayotgan savollar bo'ladigan bo'lsa yoki-da yana siz tushunmayotgan aynan 1S bo'yicha yoki soliqchilik bo'yicha ham tushunmayotgan masalalar bo'ladigan bo'lsa, YouTube kanalimizga kommentariyasiga yoki Telegram kanaliga o'tib turib, bioda belgilangan adminga bevosita yozishingiz mumkin. Bizlarni kuzatishda davom eting. Omad.